Assalomu alaykum hammaga. 7-sinfdan darslarimizga kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Xo'p, demak o'quvchilar 30-mavzuga yetib keldik. Suv eng yaxshi erituvchi va eruvchanlik haqida gaplashamiz. Suv inson hayoti va amaliy faoliyatida katta ahamiyatga ega. Oziq-ovqat mahsulotlarini o'zlashtirish jarayoni oziq-ovqat moddalarini suv yordamida eritma holiga o'tkazish bilan bog'liq. Ya'ni yegan ozuqa moddalarimiz oshqozon-ichak sistemamizda ajraladigan sekretlar, shiralar orqali suv bo'ladi uning tarkibida ham shu orqali ichaklardan so'riladi deyilyapti. Barcha muhim fiziologik suyuqliklar, qon, limfalar suvli eritmalardir. Qon tarkibida ham ancha miqdorda suv bor, 90-92% adashmasam plazmada. Shunday. Xo'p, asosida kimyoviy jarayonlar yotadigan ko'plab ishlab chiqarish sohalar suvli eritmalardan foydalaniladi. Suyuq eritmalar ikki yoki undan ortiq tarkibiy qismlardan iborat suyuq amagan bir jinsli tuzilmalardir. Xo'p, yer yuzasining sathi shuncha bo'lsa, shuncha suv bilan qoplangan. Bo'pti, bizga bu yer kerak emas. Endi kerakli joylarni aytamiz. Endi bu tonnalar, metr, kilogrammlar esda qolish qiyin baribir. Xo'p, masalan, 70 kilogrammli odam tanasida o'rtacha odam 70 kilogramm deb hisoblanadi. 45,5 kilogramm suv bo'ladi. Bu o'tgan darsda gaplashganimiz 65% edi. 70 ni 0,65 ga ko'paytirib ko'rsak ham shu chiqadi. 45,5. Chunki oldingi darsda aytildi foizi. Ba'zi meduzalar 98% suvdan iborat ekan. Oho, shuncha suv ekan meduzalarda. Tabiatda suv juda ko'p tuzlarni erigan holda saqlaydi. Ganga yoki Mississippi kabi daryolar shuncha tonnani tashib keltirar ekan. Bo'pti, tashib yursin. Umuman olganda suv deyarli barcha moddalar eriydi. Suvda barcha moddalar eriydi. Ba'zi moddalar juda yaxshi, ayrimlar o'rtacha, yana birlari yomon eriydi. Shuning uchun eruvchanlik mavzusini gaplashyapmiz. Eruvchanlikda shunaqa narsalar bor. Yaxshi eriydigan moddalar, oz eriydigan moddalar va erimaydigan moddalar bor. Yomg'ir suvi atmosferaning quyi qatlamlarida o'tadigan qisqa vaqt ichida o'zi sezilarli darajada turli moddalarni erita oladi. Bug'latilganda 1000 gramm yomg'ir suvidan 3-5 gramm qattiqqo'llik qoladi. Oldingi havo mavzusida aytishlarda bo'lsa, yomg'ir hosil bo'lish uchun chang zarrachalari yadro vazifasini bajaradi deyilgandi. Demak, 3-5 grammning ichida chang ham bo'lishi kerak. Endi tuproqqa tushgan suv tarkibida erigan moddalar tuproq va tog' jinslari tarkibiy qismlari bilan kimyoviy ta'sirlashib, tabiatda uzluksiz davom etadigan tuproq hosil bo'lishi, tog' jinslarining yemilishi, yangi minerallar hosil bo'lish jarayonlarida faol ishtirok etadi. Xo'p. Suv shunday erituvchi moddaki, u o'zida gazlarni ham, suyuqliklarni ham, spirt kislotalarni ham, qattiq moddalarni ham erita olar ekan. Bu haqida gaplashdik. Gazlarni ham erita oladi, suyuqliklarni ham erita oladi, qattiq moddalarni hammasini erita oladi. Eruvchanlik moddaning erish qobiliyati bo'ldi. 100 gramm degan narsalar qo'shmaymiz. Eruvchanlik moddani erishi qanchaligini aytadi. Eriydimi, yo'qmi, shunaqa ma'noda ishlatsak bo'laveradi. Suvda biror modda, masalan, qand erishini kuzatamiz. Xona haroratida 20 gradusda 100 gramm suvda 200 gramm qandni erita oladi. 200 gramm qand eritgan. Undan ortiq miqdor qand erimaydi. 201 gramm solsak ham pastga cho'kma bo'lib tushib ketadi. Bunday eritma to'yingan eritma bo'ldi, to'ydi. Boshqa o'ziga qabul qilmaydi degan ma'noda. To'ysak ovqat yemaymiz-ku, shunaqa ma'noda. Demak, to'yingan eritma bo'lgandan keyin biz idishga tuz solib aralashtiramiz, erib ketaveradi. Oxiri biz qo'shganimizda mana cho'kma tushib ketib qolar ekan. To'yinganning ustiga yana solsak ham. Xo'p, endi chunki unda ortiqcha miqdor qandni eritib bo'lmaydi. Endi eruvchanlik o'lchami moddani ma'lum sharoitda to'ygan miqdori bilan belgilanadi. Bu ma'lum sharoit degani qaranglar o'quvchilar. Eritmani eruvchanligi birinchi navbatda nimada eritilayotganiga bog'liq. Qutbli erituvchimi, suvmi yo qutbsiz erituvchilarmi? Plus haroratga ham bog'liq. Chunki sovuqda ba'zi moddalar yaxshiroq erishi mumkin, ba'zilari yomonroq erishi mumkin. Issiqda ham shunaqa. Endi to'yingan eritma ayni haroratda eruvchi moddadan ortiqcha erita olmaydigan eritma. Eruvchanlik 100 gramm erituvchidan moddadan qancha erishini belgilanadi. Bu eruvchanlik koeffitsiyenti desak ham bo'laveradi. Hop, jadvalni ko'rib olamiz, qaranglar. Tuzlarning eruvchanligi egri chiziqi. E'tibor bergan bo'lsak, ko'p tuzlar harorat ortishi bilan eruvchanligi ham ortyapti, ya'ni tepaga qarab ketyapti. Sovuqda ozroq erib turib, isitgan sari eruvchanligi ortib ketyapti ekan. Faqatgina natriy xlordan tashqari qaranglar. Natriy xlorimiz to'g'ri ketyapti.
400 dan jicha o'zgaryapti. Hozir materiallar uncha oshmaydi ekan. Qolganlari tepaga qarab ketyapti. Xo'p, agar 100 gramm erituvchida 10 grammdan ortiq erisa, yaxshi eruvchan bo'lar ekan. 10 grammdan kam erisa, oz eruvchan. Buni 11-sinfda 1 grammdan kam erisa ham deyilgan. Endi 0,01 grammdan kam erisa, amalda erimaydigan modda hisoblanar ekan. 0,01 gramm erganini qanday bilamiz desak, buni maxsus tarozilarda juda ham aniq o'lchab turib, erimaydigan moddalarda ham hali qizdirib ko'rishgan. Men bir nechta qo'llanmalarda o'qiganman. Mana shu olimlar chinni idishlarda, shisha idishlarda uzoq vaqt qaynatib ko'rgan mana shu moddalarni. Shunda ozgina miqdorda bo'lsa ham erib o'tganini aniqlashgan. Ya'ni o'ylanmalarda 0,01 gramm ergan qadam bilamiz ekan deb. Shunaqa, juda ham aniq o'lchangan holatda amalga oshiriladi. Ko'pchilik qattiq moddalarning eruvchanligi harorat ortishi bilan ortadi. Buni grafik tarzda ifodalash mumkin. Mana hozir gaplashganimizdek, demak, harorat ortishi bilan tepaga qarab ketaveradi eruvchanligi. Masalan, bunga qaranglar, o'quvchilar oddiy tushunishimiz kerakmi? Masalan, ertamanda issiq choyda shakarni eritamiz, qandlarni yoki shakarni misol qilib aytadigan bo'lsak, sovuq choyni solib ko'rsanglar 3-4 qoshiq, hammasi erimaydi, pasti cho'kma bo'lib qoladi. Lekin issiq choyda biz 4-5 qoshiqda ham bemalol erita olamiz. Issiq suvda haligi molekulyar harakat tezroq deymizmi, suvda energiyasi ko'proq bo'lgani uchun o'zi ko'proq moddalarni erita oladi. Harorat ortgan sari. Bu yerda hamma qattiq moddalarga nisbatan aytilyapti. Masalan, ayni haroratda tuzning eruvchanligi 30 ga teng. Bu degan so'z 100 gramm suvda ayni haroratda shu tuzdan 30 gramm eriydi degani. Demak, 30 deganda 100 gramm ichida 30 degani emas. 100 gramm suv ustiga 30 qo'shishimiz kerak degani. Misol uchun, natriy xlorning eruvchanligi misol 40 deganda 100 gramm suvda 40 eriydi. 100 gramm suv ustiga shuncha qo'sha olamiz degani. Shuni farqiga borib olinglar. Xo'p, demak, moddani ayni sharoitdagi to'yingan eritmadagini haroratni oshirish bilan to'yinmagan eritmaga yoki aksincha haroratni kamaytirish yo'li bilan to'yinmagan eritmani to'yingan eritmaga aylantirishimiz mumkin. Buni qanday tushuntiramiz? Qaranglar. Xo'p, o'quvchilar, iloji boricha sizlarga hali tushunishga osonroq misol beraman, chunki 7-sinfda endi o'qiyotgan o'quvchilar hali eritma mavzusiga yetib bormagan bo'ladi. Eruvchanlik eritma tarkibida o'rganiladi. Xo'p, tasavvur qilamiz, mana 100 gramm suv oldik. 0 gradusda turibdi. 0 gradusda solganimizda misol 10 gramm eridi. Bo'ldi, boshqa erimadi. Demak, 0 gradusda o'sha tuzning eruvchanligi 10 ga teng ekan. Unda oshda erita olmadikda. Endi nima qilamiz? Harorat oshirib, misol uchun 50 gradusgacha suvni qizdirdik. Suvni qizdirganimizdan keyin haligi tuzdan qo'shsak, erib ketaveradi. Ya'ni harorat ortgan sari dastlabkisiga nisbatan to'yinmagan bo'lib qoladi. Ya'ni yana eritish mumkin bo'lib qoladi. Harorat ortgan sari bunda nima desak bo'ladi? Eruvchanligi ham oshib boradi. Shuni hisobiga mana shu joyda harorat orttirsak, to'yinmagan eritma bo'lib qoladi. Endi 10 gramm eritgandan keyin yana eritish mumkin-da. Yana eritish mumkin bo'lsa, bu to'yinmagan eritma bo'ladi. Shunaqa ma'noda. Xudo xolasa bu narsani sizlar bilan eruvchanlik masalalariga kelganda yana gaplashsak bo'laveradi. Eruvchanlikdagi alohida mavzu borda. Shunda gaplashamiz. Hozircha ba'zi joylarni shunchaki yodlab tursanglar ham bo'laveradi. Men ham qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilyapman. Endi davom etamiz. Gazlarning eruvchanligi harorat ortishi bilan kamayib boradi. Sovuq suvda yaxshiroq eriyotgan demak. Suv qaynaganda undagi erigan gazlar chiqib ketadi. Lekin bosim ortishi ularning eruvchanligi ortishiga olib keladi. Mineral suv idishi ochilganda idish ichidagi bosim kamayadi. Erigan karbonatdagi shiddat bilan ajralib chiqa boshlaydi. Xo'p, qaranglar bo'yicha, demak, maytga ozgina sxema qilib yozamiz o'zimizga. Qattiq moddalarning eruvchanligi temperatura ortgan sari ortar ekan, ya'ni to'g'ri proporsional. Temperatura ortgan sari qattiq modda ko'proq eriydi. Endi gaz moddalarimizda ikki xil ekan. Temperaturaga teskari proporsional ekan. Temperatura ortgan sari nima bo'lar ekan? Eruvchanlik kamayar ekan. Endi gaz nimaga to'g'ri proporsional ekan? Bosimga. Bosim ortgan sari gazlarning eruvchanligi ham ortar ekan. Shunaqa qilib tushunib olsanglar bo'laveradi. Xo'p, misolni beryapti. 20 gradus 50 gramm eritma bo'la turganda shuncha qoldi. Masalalarni o'zida mustaqil ko'rib chiqasizlar. Savol topshiriqlarini doimdek o'qishimiz kerak o'quvchilar, masalalarni ishlab qo'yamiz. Demak, 30-mavzu bo'yicha bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar shu edi. Rahmat, sog' bo'lasizlar.